Oktopusning 3 ta yuragi bor. Ikkitasi jabrasi uchun, bittasi esa butun tanasi uchun ishlaydi. Qizigi, u suzganda asosiy yuragi bir necha soniyaga to'xtab qoladi. Yer yuzidagi chumolilarning umumiy ogirligi deyarli barcha odamlarning ogirligiga teng deyiladi. Akulalar daraxtlardan ham qadimiy. Akulalar taxminan 400 million yil avval paydo bo'lgan, daraxtlar esa keyinroq. Dunyoda qonli sharshara mavjud. Antarktidadagi bu sharshara qizil rangda oqadi. Sababi suv tarkibidagi temir moddalari. Pingvinlar turmush o'rtog'ini tanlaganda tosh sovg'a qiladi. Eng chiroyli toshni topgan pingvin ko'proq yoqimli hisoblanadi. Koinotdagi yulduzlar soni Yerdagi barcha qum zarrachalaridan ko'proq. Timsoh tilini chiqara olmaydi. Uning tili og'zining past qismiga qattiq yopishib turgan bo'ladi. Inson miyasi bir kunda taxminan 70 mingta fikr o'ylaydi. Kokitning yuragi shunchalik kattaki, uning qon tomiridan kichik bola emaklab o'toladi. Yerda ba'zi joylarda baliq yog'adi. Gondurasda kuchli bo'ronlar ba'zan kichik baliqlarni osmondan tushirib yuboradi. Jirafaning tili 50 santimetrgacha bo'lishi mumkin. Venera sayyorasida bir kun 1 yildan uzoqroq davom etadi. Unitga 3 yilgacha uxlay oladi. Okeanning 80 qismi hali ham to'liq o'rganilmagan. Dunyoda muzdan yasalgan mehmonxonalar bor va ular har yili qayta quriladi.